Salom bilag'on do'stlarim. Bugun hayvonlar haqida faktlarni tomosha qilasizlar. Mana bu boyo'g'li. U tun qorong'isida juda yaxshi ko'radi. Boyo'g'li boshini deyarli 270 darajagacha aylantira oladi. Bu yerda esa akula. U suvda to'xtamasdan suzadi. Nega deb o'ylaysan? Agar akula suzishini to'xtatsa, u nafas ola olmaydi. Ajoyib-a? Qarang, bu chumoli. U juda kuchli. U o'z vaznidan 20 barobar og'ir yukni ko'tarishi mumkin. Mana bu jirafa. U faqat bo'yi bilan emas, tili bilan ham juda maxsus hayvon. Jirafaning tili 45 santimetrgacha uzun. U hatto shu uzun tili bilan barglarni osongina uzib oladi. Mana bu esa koala. Juda sokin va tinch hayvon. Koala kuniga 18 soatgacha uxlaydi. Bu ot. U kuchli, sadoqatli va aqlli hayvon. Ot o'z egasining yurak urishini sezib, unga moslasha oladi. Mana bu esa quyon. U juda yumshoq va chaqqon. Bilasanmi, quyonning old tishlari butun umr o'sishda davom etadi. Shuning uchun u doim nimadir chaynab yuradi. Yana bir qiziq narsa. Quyon xavf sezganda orqa oyog'i bilan yerga urib signal beradi, bam-bam deganday. Bu zebra. Uning chiziqlari shunchalik o'ziga xoski, hech bir zebra boshqasiga o'xshamaydi. Xuddi odamning barmoq izi kabi. Qarang, bu asalarilar. Ular nafaqat asal tayyorlaydi, balki bir-biri bilan juda qiziq usulda gaplashadi. Bilasanmi, asalarilar raqs tushib, gullar qayerda ekanini ko'rsatadi. Sizlarga faktlar yoqdimi? Unday bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling.